Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bizga yana yangilik mahsulotlarimiz chiqyapti. Mana bolalar terishyapti. Bu yoqda mana ukamiz yana olib chiqyapti. Keling. Xudo xolasa, anchagina yangiliklarimiz chiqyapti. Mana modellar bir qator ko'rsatyapti. Bularni hozir ochishganini ko'rsataman. Mana bu krossovkalarimiz, mana bunaqa yengil podoshli krossovkalarimiz sotganimiz, o'tgan safar ham sotganmiz, yaqinda ham sotdik, o'tgan yil ham sotganmiz. Talab juda ham yuqori bo'lgan. Sababi vazn bo'yicha chempion. Adashmasam bir 300 gram chiqsa kerak. Jupi bir 400-500 chiqadi hisobda. Imam modelimiz, yangi model. Bu podoshlar ham yangilik, oyoqda ham cho'tki turadi. Razmerlari 40 dan 44 gacha bular. Mana bu ham yangilik model, koja va maxsus havo o'tkazuvchi moto kombinatsiya bo'lgan. Podoshlari ham ixcham chiqqan. Hop, Hakimxon yana qanaqa modelli chiqdi? Qani? Modelni so'rashyapman. Mana shu modelni ko'pchilik so'rayotganda sahifamizda, chunki podoshlar tekis bo'ladi. Oyoqda yurganda qulay, og'ritmaydi. Qora va sinisidan xudo xolisa komplekt chiqdi. Bemalol kelib olib ketsanglar bo'ladi. Boshqa viloyatdagi mijozlarimizga dastavka ham qilib beramiz. Shu mashhur boss modelimiz, bu yoqda yangilik modellarimizdan yana bor. Bu yoqda yana Eco modelimiz. Bu modelni yosh katta, o'rta yoshdagi akalarimiz, yoshlarimiz ham maza qilib kiyishadi. Sababi taglari tekis, yumshoq va model skromniy, любой lookka mos kelaveradi. Ichlari ham, ustlari ham 100% naturalniy teri. Qorasida mana qaranglar, 4 komplekt 39 dan 43 gacha. Karishnisdan ham bir komplekt olib chiqib qo'ydi. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Narxlari qiziq bo'lsa, hammasini narxlarini Telegram kanalimizga joylab boramiz. Bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Mana modellarimiz, bu yoqda yana har xil assortimentlarimizni sahifamizga joylab qo'yganmiz. Buni ham sahifamizga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Unutmanglar, Amir Show sizlarga doimo eng yaxshisini tavsiya qiladi. Hammalarni kutamiz, salomat bo'linglar.